Otabek ismi Shahzoda, Xonzoda, beklar boshlig'i, yetakchi, ilg'or, obro' e'tiborli, nasl nasabli shaxs degan ma'noni anglatadi. Otabek turkiy tildagi ota va bek so'zlaridan tashkil topgan kompozitum. So'zma-so'z tarjimasi ota hokim. Otabek yuqori darajali saljuqiylar unvoni bo'lib, tom ma'noda noyib degan ma'noni anglatadi. Bu unvonni 11-12 asrlarda Saljuqiylar saltanati tarkibiga kirgan kichik davlatlarning hukmdorlari olishgan. Otabeklar Saljuqiy sultonining tarbiyachilari hisoblanib, ularning tarbiyasidagi shaxs taxtga o'tirgach, ular noyiblarga aylanishgan. Shu bilan birga Otabeklarga merosiy mulk berilgani bois, vaqt o'tishi bilan ular mustaqil hukmdorlarga aylanib ketishgan. Bu unvon Ayyubiylar, Rum sultonligi, Mamluklar va hatto Nasroniy Gruziya qirolligi davrida ham keng qo'llanilgan bo'lib, o'zining rasmiy vazifasini saqlab qolgan, biroq amaliy jihatdan ancha o'zgarishlarga uchragan. Otabek Azam unvoni esa 12-asr o'rtasida Eldegiziylar sulolasiga merosiy tarzda o'tgan. Bu sulolaga sobiq g'ulom Qipchoqlardan chiqqan Shamsiddin Eldegiz asos solgan.